Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Fanimiz geoaxborot tizimi va texnologiyalari. Bugungi mavzumiz dastlabki ma'lumotlarni GAT uchun tayyorlash. Bugungi mavzumizning texnologik xaritasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi o'quv mashg'ulotiga kirish, ikkinchisi asosiy qism, uchinchisi yakuniy bosqich hisoblanadi. Bugungi rejalarimiz: birinchisi geoaxborot tizimi haqida tushuncha, ikkinchisi geoaxborot texnologiyalari va ularning guruhlariga bo'linishi, uchinchisi GATTdan foydalanish uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash. Geoaxborot tizimi bu fazoviy koordinatalangan ma'lumotlarni, ya'ni fazoviy ma'lumotlarni to'plash, saqlash, ishlash, ularga kirish, aks ettirish va tarqatishni ta'minlovchi axborot tizimidir. GATT fazoviy obyektlar to'g'risidagi ma'lumotlarni ularning raqamli ifodalanish shaklida, ya'ni vektorli, rasterli, kvadratomik va boshqa xil ko'rinishlarda o'z ichiga oladi. GATT dasturiy, apparat, axborot, normativ-huquqiy, kadrlar va tashkiliy ta'minot bilan soz holda tuziladi. Axborot tizimlari nazariyasi nuqtai nazaridan GATT bu fazoviy ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatini beruvchi axborot tizimlarining katta sinfi hisoblanadi. GATTni inglizcha talqin qilganda GIS, ya'ni Geographic Information System ma'nosini beradi va GIS ko'rib turgan suratingizda quyidagi axborotlarni o'z ichiga olib, ularni saqlash, ular bilan ishlash, ularni nashr qilishgacha hatto ish olib borishi mumkin. Bu suratda siz GIS serverning barcha dasturiy ta'minotlar bilan bog'langanligini ko'rishingiz mumkin. Boshqa yana bir muhim savol mavjud. Geoaxborot texnologiyalari nima? Geoaxborot texnologiyalari geoaxborotni to'playdigan va u bilan ishlaydigan texnologiyalar deyiladi. Ishlatiladigan vositalariga ko'ra ularni 3 ta asosiy guruhga ajratishimiz mumkin. Birinchisi bu geoaxborot tizimlari, ya'ni hozir aytib o'tganimizdek GIS, ya'ni Geographic Information System. Ikkinchisi masofadan turib ma'lumot to'plash tizimi. Uchinchisi esa global pozitsionli tizim, ya'ni Global Position System, GPS. Global pozitsion tizim, ya'ni GPS, yer atrofida aylanib turgan sun'iy yo'ldoshlardan iborat bo'lgan tizim bo'lib, yuqori aniqlikdagi signallarni tarqatadi. Ular maxsus qabul qiluvchi vositalar yordamida yerda qabul qilinadi va joyning koordinatalarini o'lchashga yordam beradi. GPS Amerika tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, butun dunyo davlatlari uchun xizmat qiladi. GPSda 6 ta orbital yo'l, 24 ta sun'iy yo'ldosh mavjud va shunga mos ravishda Rossiya tomonidan ham ishlab chiqarilgan sun'iy yo'ldoshlar tizimi mavjud. Uning nomi GLONASS. Ya'ni GLONASSda 3 ta orbital yo'l, 21 ta sun'iy yo'ldoshdan iborat hisoblanadi. Ikkinchisi masofadan turib ma'lumot to'plash tizimi. Yer atrofida aylanib turgan sun'iy yo'ldoshlardan atmosfera va yer yuzasi to'g'risida ma'lumot to'plash imkoniyati mavjud hisoblanadi. Bunday yo'ldoshlar xilma-xil va ulardan o'rnatilgan asboblar nurning turli spektrlarini qayd etib, foydali ma'lumotlar olish imkoniyatini bizga yaratib beradi. Yerga ushbu signallar yetib borgach, ular raqam shaklida saqlanadi va turli tashkilotlarga tarqatiladi. Birinchi suratda ko'rib turganingizdek, quyosh nuri yerga kelib tegadi va yerdan aks etib sun'iy yo'ldoshgacha boradi. Sun'iy yo'ldosh u nurni o'zida kodlashtirib bazaga yuboradi. Baza esa kerakli tashkilotga yuboradi. Uchinchisi geoaxborot tizimlari, ya'ni GIS. Ushbu tizim geoaxborotni kiritish, saqlash, qayta ishlash, tahlil qilish, chiqarish va tarqatish uchun mo'ljallangan maxsus axborot tizimidir. U maxsus dasturlash turi deb hisoblanadi. Geoaxborot tizimlarida kompyuter va boshqa texnikaviy vositalar, ma'lumotlar, foydalanuvchi bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Ushbu tizim ma'lumotlardan foydalanib, turli xil masalalar yechish imkoniyati mavjud. Qaror qabul qilish va turli islohotlarni amalga oshirish unumdorligini ham oshirib boradi. Geoaxborot tizimlari axborot tizimlarining maxsus turi va boshqa axborot tizimlari kabi ma'lumotlar bazasida saqlanib turgan axborotni qo'shish, ayirish, topib berish, tahlil qilish ishlarini bajaradi.
lekin ulardan farq qiladigan tomoni u yer yuzasida nima va qayerda bor degan ma'lumotlarni boshqaradi. Faqat geoaxborot tizimi xarita va yer to'g'risidagi tasvirlar bilan ishlay oladi. Demak, geoaxborot tizimlarining asosiy xususiyatlari quyidagilar hisoblanadi. Birinchisi, geoaxborotni to'plash va tahlil qilish yo'li. Ikkinchisi, axborot tizimlarining maxsus turi. Uchinchisi, fazoviy va hududiy axborotlarni tahlil qilish usuli. To'rtinchisi, ma'lumotlarni saqlash va tarqatish usuli hisoblanadi. Geoaxborotning axborotdan farqli tomoni shundaki, u birorta koordinata tizimiga bog'liq holda saqlanadi va qayta ishlanadi. Shunga ko'ra, xaritadan yoki aerosuratdan olingan ma'lumot albatta koordinata tizimi bilan birgalikda kompyuterga kiritiladi va saqlanadi. Geoaxborot tizimi shunday qo'shimcha vositalarga egaki, ular yordamida geoaxborot ekranga chiqarib beriladi, o'zgartiriladi, maydon hisoblanadi, bitta proyeksiya va koordinata tizimidan boshqasiga o'tkaziladi, turli xil o'lchovlar bajariladi, joy xaritalari birlashtirilib ko'rsatiladi. GATTda dastlabki ma'lumotlarni to'plash usullari. GATTda ma'lumot to'plash juda ko'p vaqt talab qiladigan va qimmat, lekin shu bilan birga juda muhim bo'lgan qismlaridan biridir. GATTda ma'lumot manbalarining juda ko'p turi mavjud va bu ma'lumotlarning tizimga kiritishning ham ko'p turlari mavjud. Ma'lumot to'plashning eng muhim ikkita usullari mavjud bo'lib, ular ma'lumotni olish va uni uzatish hisoblanadi. Bundan tashqari, GATTda ma'lumot to'plashda asosiy, ya'ni birlamchi, to'g'ridan to'g'ri o'lchov yoki syomka yordamida va ikkilamchi, ya'ni yordamchi, boshqa manbalardan hosil qilish yordamida ma'lumot olishning farqi borligini bilishimiz zarur. Bu hol raster va vektor format ma'lumot turlariga ham tegishli hisoblanadi. Ma'lumot to'plash usullari 3 xil: ma'lumot olish, umumlashtirish va ma'lumotni uzatish hisoblanadi. Ma'lumotning muhimligi bo'yicha asosiy va yordamchiga bo'linadi. Asosiyni birlamchi deb aytsak ham bo'ladi. Unga misol o'lchov asbobidan to'g'ridan to'g'ri syomka qilingan jarayon. Yordamchiga aytadigan bo'lsak, ikkilamchi, ya'ni skanerdan olingan suratni misol qilishimiz mumkin. GATT turli xil manbalardan tashkil topgan ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin. Geografik ma'lumotlar bazasini tashkil qilishda raster va vektor formatdagi ma'lumotlar manbalarini ikki turga, asosiy va yordamchi turlariga bo'lishimiz mumkin. Asosiy ma'lumotlar manbasi bu GATT loyihalari uchun to'plangan raqamli formatdagi ma'lumotlardir. Bunga misol qilib, raster formatdagi spot va Ikonos yer sun'iy yo'ldoshlarining raqamli suratlarini va vektor formatdagi injenerlik geodezik o'lchovlarini, misol tariqasida elektron teodolit va GPS dan olingan suratlarni ko'rsatishimiz mumkin. Ma'lumot turlari bo'yicha ikki xil bo'ladi: raster va vektor. Raster asosiy ma'lumot bo'lsa, sun'iy yo'ldoshlar va masofadan turib zondlashdan olingan raqamli tasvirlar, raqamli aerofotosuratlar misol bo'la oladi. Yordamchi ma'lumotlariga esa skanerlangan karta yoki suratlar, raqamli relyef modellari, topografik karta konturlari raster suratlarga misol bo'ladi. Ikkinchi ma'lumot turi bo'yicha vektorli, ya'ni asosiy ma'lumotda GPS o'lchovlari, syomka o'lchovlarida olingan suratlar vektor ko'rinishida va yordamchi ma'lumotlarga topografik kartalar, joy nomlari, ma'lumotlar bazalari vektor ko'rinishida saqlab boriladi. Ma'lumot to'plash o'z navbatida boshqa jarayonlar kabi bir necha bosqichli ishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlarning birinchi bosqichini rejalashtirish boshlab bersa, keyingilari bu tayyorgarlik, raqamlashtirish, uzatish, bularga raqamlashtirish, syomka natijalarini kiritish, skanerlash, fotogrametriya kiradi. Keyingilari tahrir qilish va sifatini yaxshilash kabi bosqichlar davom ettirsa, oxirida ma'lumotlarni baholash tugatib beradi. Rejalashtirish barcha ishlardagi kabi bu jarayonda ham muhim hisoblanadi. Quyida ko'rib turgan 5 ta bosqichni yana bir bor takrorlasak, birinchisi rejalashtirish, ikkinchisi tayyorgarlik bosqichi, uchinchisi raqamlashtirish, uzatish, to'rtinchisi tahrir qilish va yangilash, beshinchisi esa baholash hisoblanadi. Bu bosqichda foydalanuvchiga qo'yiladigan talablar, ishchilar, mos texnika va texnologiyalar va dasturlarni aniqlash va loyiha dasturini tayyorlash kabi ishlar aniqlab olinadi. Tayyorgarlik bosqichida ma'lumot olish, boshlang'ich manbalaridagi ma'lumotlarni qayta ishlash,
skanerlangan tasvirlarni tahrir qilish kabi ishlar amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda foydalanuvchiga qo'yiladigan quyidagi talablar mavjud. Ishchilar, mos texnika va texnologiyalar, dasturlarni aniqlash, loyiha dasturini tayyorlash. Tayyorgarlik bosqichida ma'lumot olish, boshlang'ich manbalardagi ma'lumotlarni qayta ishlash, skanerlangan tasvirlarni tahrir qilish. Bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.